Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Oyoq kiyimlar. Hozir narxi bilan tanishtiramiz. Bozorda manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Chorshanba, yakshanba kunlari bu bozor bo'ladi. Shu azonda 3 ta boshlanib, kunduzi 9 borsa 10 gacha bo'ladi bozor. Vaqtliroq tugab qolyapti, shuning uchun bozorga vaqtliroq kelinglar. Bu tomonga mana pastga ham to'kib qo'yishgan, mana har xilidan. Hamma mahsulotlari zonaga sotilyaptimi hozir? Pachkaga ham sotaverasiz, ulgurjisiga. 55. Mana yosh bolachalarga. Mashlaringiz necha pul donaga? 25. 25 ming so'm ekan donaga. Endi biz bularni bitta e'tiboring narxni. Necha puldan necha pulgacha? 18 mingdan mana. 18 ming so'mdan pachka narxigami bu? Bular pachka narxiga ekan 18 ming so'mdan ekan. Xo'p, eng qimmat qaysi biri? 35 ming. Toshli. 35 ming so'm ekan pachka narxiga ayollardagi. Buni razmeri nechidan nechigacha bo'ladi? 36 40. 36 dan 40 gacha?mi? 6 tane. Xo'p, erkaklarga necha pul? Qo'ya. Ha, eng zo'ri qaysi biri hozir? 55 ming. 55 ming so'm ekan, mana. Ochiqi yo'qmi shuni? Ko'ramiz. Oching bittasini mana. Videoga sizlar like bosib turinglar. Izohlarda fikrlar bildirib. Shu 55 ming so'mmi? Bu hammasi O'zbekiston, ha? Hech qanaqa Xitoy emas bu, O'zbekiston. Toza o'zbeklar ishlab chiqargan mana. Hali salmesni, palmesni bas. Yo'q. O'zbeklar chiqargan mahsulot. Boboshbek bozori bo'yicha eng optim, eng arzon, birinchi qo'l shu oyoq kiyimlar kerak bo'lsa, mana shu joydan olaverasizlar. Telefon nomeringiz? 90lik 90lik 051 051 17 14. ga kunduzi telefon qilaverasizlar. Mana yosh bolachalardagi va mana baliq tapchkalari necha pul? 10 ming so'mdan mana. Pachka narxiga bular. Telefon nomerlari aytildi. Manzil Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Chorshanba, yakshanba kuni bo'ladi bozor. Doim mana siz oldiga kelganimizda baqir-chaqir bo'lib ketadi. Mayli, videoga like'lar bosib qo'yaverasizlar. Xullas, shuna har xil razmerdagi oyoq kiyimlar. Bunisi necha pul? 25 ming. 25 ming. Eng qimmat 55 ming so'm ekan erkaklardagi. Eng arzoni mana 18 ming so'm ayollardagi, yosh kattaroq bo'lsa. Eng arzoni yosh bolalarga 10 ming so'mdan ekan baliq tapichgachalar. Mana bularingiz necha pul? 35 ming. 35 ming so'm ekan. Buni razmeri qanaqa bo'ladi? 40 dan 44 gacha. 40 dan 44 gacha razmer. Bular 37 ming pachkaga. Bular 37 ming so'm pachkaga ekan. Bunisi-chi? 50 ming. 50 ming so'm. Bu tomoniga mana yoyib qo'yishgan nima qilib pastga. Donaga ham sotardi mana. Mana shu tapchkalaringizda donaga ham sotyapsizmi hammasidan? Mana hammasidan donaga ham sotilyapti ekan. Donaga qancha qimmat bo'ladi? 15 ming so'mmi donaga shu? Shunaqa. Serisi bor, sarig'i bor. Endi yana keyingi bozorga yana ham ko'p bo'ladi tovarlar. Yana ko'rsatamiz.